Kundalik yozishni boshladim. Toshkentga qaytib yangi kunlik vazifalarni tuzdim. Endi har kungi yoqimli vaziyatlar, tuyg'ularni daftarga muhrlab qo'ymoqchiman. Tushkunlikni umuman yozmayman. O'zi dunyoga g'amlar yetarlicha yozilgan. Ko'p yaxshiliklar yozilsin daftarlarga, kitoblarga, peshonalarga. Oxirgi paytlar o'zim xohlab-xohlamay harakatlarimni analiz qilishni boshladim. To'g'ri, xarakterni o'zgartirish qiyin, o'zgartirmoqchi ham emasman, lekin munosabatlarni o'zgartirish mumkin-ku. Toshkentda yurgan vaqtimda bitta tashkilotga yo'lim tushdi. Menejer mendan 15 daqiqa so'radi. Juda ham muloyim, yaxshi gapirib, menga 1 yillik hamkorlik taklif qildi reklama bo'yicha. Xursand bo'lib minnatdorlik ham bildirdim takliflariga meni loyiq ko'rishganiga. Keyin bir nechta qilishim kerak bo'lgan ishlarni sanadi. Men ishga sho'ng'ib keta olmasligimni, erim uchun uy bekasi ekanligimni, shundoq ham vazifalarim ko'pligini aytib, juda muloyimlik bilan o'ylab ko'rishim kerakligini aytdim. Ishonasizmi, haligi muloyim odamning yuzi sekundda o'zgardi. Ozgina pisandsizlik bilan xo'p deb xayrlashdi. Yana men uyga kelib o'sha taklifni o'ylab ko'ryapman. Keyin to'xtadim. Nega haq etmagan qo'polligimni ko'taraman? E'tibor bersam doim shunaqaman. Do'konga kiramanmi, salongami, shunchaki ozgina qo'pol munosabatga indamayman. Nega? Bu mavzu ertaga davom etadi. Agar qiziq bo'lsa obuna bo'ling.